O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Minskdagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammiti doirasida uchrashuv o'tkazdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalaridan bosib qo'ying. Putin Mirziyoyev bilan Ukrainadagi vaziyatni muhokama qildi. 27-iyun kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin Minskdagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi sammiti doirasida uchrashuv o'tkazdi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikning joriy holati hamda istiqbollari haqida muhokama qilingan. Rossiya oqlariga ko'ra, ikki mamlakat rahbarlari Ukrainadagi vaziyatni ham muhokama qilgan. Eslatib o'tamiz, 26-iyun kuni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Belarus Respublikasiga borgandi. Mirziyoyev 27-iyun kuni esa Belarusning Minsk shahrida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi huzuridagi kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etdi. O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqining chegara bilmaydigan ish platformasiga qo'shiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi kengashi yig'ilishida aytdi. Bu platforma ish qidirishni osonlashtiradi. Unda ittifoqqa a'zo davlatlardagi barcha bo'sh ish o'rinlarini ko'rish va o'ziga mosini oldindan topish mumkin. Va ushbu yig'ilishda Lukashenko Mirziyevga biz sizni ittifoqimizning to'liq a'zosi sifatida Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida doimiy kutamiz. Bundan xursand bo'lamiz dedi. Minskda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Shavkat Mirziyoyev ham unda ishtirok etdi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya kiradi. O'zbekiston esa bu tashkilotda kuzatuvchi davlat.